Dasturimizni sport mavzusi bilan davom ettiramiz. Buxoro shahrida mahalla yoshlari o'rtasida para va mini futbol sport turlari bo'yicha Buxoro viloyati hokimi kubogi musobaqalariga start berildi. Turnirning dastlabki kunida qayd etilgan natijalar haqida batafsil muxbirimiz xabar qiladi. Buxoro shahridagi Humo sport majmuasida mini futbol bo'yicha Buxoro viloyati hokimi kubogi bellashuvlari bo'lib o'tmoqda. Unda Buxorodagi barcha tuman va shaharlardan saralangan 13 tadan qizlar, yigitlar va imkoniyati cheklangan havaskor futbolchi yoshlar jamoalari g'olibligi uchun bahs olib borishyapti. Dastlab turnirning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Shundan so'ng qur'a natijalariga ko'ra jamoalar maydonda saf tortdilar. Uchrashuvlarning dastlabkisini qo'shnilar o'rtasidagi o'yin ochib berdi. Unda G'ijduvon va Vobkent tumani o'zaro to'qnash keldilar. Bahs vobkentliklarning to'liq ustunligi ostida kechdi va yakunda ular yirik 6-1 hisobidagi g'alabani qo'lga kiritdilar. Shuningdek, Peshko, Qorovulbozor, Olot va Shofirkon tumanlari ham g'alaba qozonib, keyingi bosqich yo'llanmasiga ega chiqdilar. Musobaqaning qizlar o'rtasidagi bahslarda ham kutilgan va kutilmagan natijalar qayd etildi. Ayniqsa, Kogon shahri va Qorovulbozor tumanlari o'rtasida kechgan o'yinda Kogon shahri jamoasi qizlari kutilmaganda yirik 0-4 hisobda imkoniyatni boy berib qo'yishdi. Xuddi shuningdek, Buxoro shahri, Peshko, Kogon va Shofirkon tumanlari qizlari ham birinchi o'yinda g'alabalarni qo'lga kiritdilar. Eslatib o'tamiz, turnirning navbatdagi kunida yarim final va final o'yinlari bo'lib o'tishi rejalashtirilgan.